O'chirey muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Bir soat botdan bilan ishlatyapti qo'yishni. Otasi alga, onasi bo'ladi, bolalar bor. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nimaga qaradi? O'sha 12 yoshlarni o'tqanlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya, so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Onam sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozug'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, men o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Men bu tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oke, qamabda shu-yu. Bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishlarni. Ey, qornim to'q deyapman-ku. Nosma qilib beraman. I got you, moonlight, you're my. Ada. Sizga kelin topdim. Malladingiz, ota-o'g'il, o'zi o'ylantirib qo'yaman. Hey, kelin qayerda? Andijonda. Andijonda? Maza, qizni manzili qayerda? Uni bilmayman-da. Andijonning kichkina deb o'yladingmi? Men tuboy miyamman. Andijon katta bo'lsa, otangni ovora qilib yuraversanmi? Yuragim to'kilib ketdi-da, uni ko'rganim. Senga gapirma, gap qaytarma, tushundingmi? Akaxon, bir minut. Toshkentdan keldinglarmi deyman? Qayerdan bilding? Aka, mana qo'lda divideniyasi umuman to'xtamayapti-da. Akaxon, men bizni o'g'il yaxshi ko'rib qopti. Aka, bo'ldi, men siz tushundim. Tiling simlar chachiveryapti. Qani bolam, bitta qizni yaxshi ko'rib qolgan. Tuboy, qizni manzilini so'ramagan. Qiz andijonlik. Ey, uka, moya mahalliy torsa anjan qara chevaromisan, ism-pisini bilasanmi? Zuhra. Ha, ismi Zuhra. Ha, bo'ldi, Zuhram edi. Shuni birinchi marada o'ngga bitta burilamiz. Baxtlisan, uka, men bilaman manzilini. Kelish. Sovchilikka keluvdik. Sovchilikka? Kimga? Sizda haligi Zuhra degan chiroyli. Zuhra? Zuhra. Sevib qopti, xullas. Zuhra? Ha, dadasi. Sen kelishib taniysan? Ha, qadam taniyman. O'shda pinglimda endi birinchi marta ko'rishim. Yo'q. Bu emas, bu Zuhra emas. Hech mo'los yurganmisan? Yo'q, aka, qarang, asabiylashmang. Adam shunaqa kasalliklari bor. Jiddi. Xonadonlarga kirib Zuhrani so'rab yuradi. Hadi. Xullas, yetti guli. Men madaman. Agar mabodo menga adashib uylanib qoladigan bo'lsangiz, counter PlayStation kompyuter unaqa narsa umuman bo'lmaydi. Yo, endi men gapni bo'lmang, gapni bo'lganingiz qolyapti. 5 ta oling-ku bola. 5 ta oling. Xullas, sevga keng bo'laveradi. Pul topishga yo'l to'lka pul toping. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Ada. Bu emas, Men bu guliz. Hozir gulizichi? Bo'ldi, tushundim. Bu emas ekan-u. Ha, bilaman bu emasligini. Tog'amni qizi 3 yildan beri yerga bera olmayapti. Saraytirdi-dan. Voy, tog'ingizni qizini boshimizga uramizmi? Bizga Zuhraga topib bering. Harakat bola ekanda bu. Boylama, alamni boynuna boylama. Qolganini ham tovdar. Abror. Katta o'g'ling ko'rinmay qoldi. O'g'lim shaharda o'qiyapti. Katta odam bo'lib ketadi hali. Eng muhimi o'ynab yurgani yo'q. La otra noche en una juerga, yo vi de valía una negra, esa negra me valiaba, ese ritmo. Assalomu alaykum. Bizani qizimiz ostona hatlab ko'chaga chiqmagan. Voy, bizni ham o'g'limiz bironta qizi qo'lini ham ushlamagan, даже yaqinlashmagan. Ay Mariana, ese ritmo, vamos la cubana, ay Mariana, ese ritmo tropical.
Mana meni ukamga sakragan. Basharangni o'zim qo'yaman. Ko'r. Sayrayotgandingni gapirman akamga. Bo'ldi, akani chaqirishmi? Bilasanlarmi meni akam kimligini? Tabriklaymiz, siz hozirgina sahna raqsi bo'yicha birinchi o'rinni egalladingiz. Sizlarni butun O'zbekiston televideniya orqali tomosha qildi. Taassurotlar qanday? Tushunmadim. Butun O'zbekiston ko'ryapti-mi? Albatta. Shunda adam ham ko'ryaptimi meni? Ko'rib turibman, chumo. Shunmi desani o'g'ling? Bu meni o'g'lim emas. Mendan emas bu bola. Nimaga uyalasiz? Axir siz hozirgina Malibu avtomashinasi, 2 xonali uy va $200,000 sohibi bo'ldingiz. Serios? Bile. Meni o'g'lim bu, meni o'g'lim. Qilasan mana shu yerda meni. Mo'min aka. To'yga necha soat bor? 2 soat. Mo'min aka. Men bitta yuvinib kelay. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Ariskarga kiramiz, o'ltiramiz, beramiz. Nega? Raznoymi? Yaxshi. O'lgam senda nima ekan? Raznoy? Yaxshi. Qani sizlarda? Qani? Yaxshi. Voy, zdachim bermadimi? Nima qizlarni qanday qilib so'rasammikin, ha? Aka, menga zdachini bermadingiz. Hozir beraman, mana. Tak, yosh bolami? Ha, yosh bola. Hozir mana shu bolani o'rnidan turg'izib, shu qizga joy berdirsam, men geroyga aylanaman. Menga qara. Qizlarga joy berish yo'qmi? Tire. Hozir musurkani oldida to'xtatib yuboring desam, men musurkani oldida yashaydi deb o'ylaydi. Nima qilsammikin? Magazinni olib to'xtatib qo'ying desammikin? Shunaqa. Aka, mana shu kelayotgan magazinni to'xtatib qo'ying. Menga musulkani oldida to'xtatib yuboring. Kechirasiz yaxshi qiz. Sotingichmi? Soatdan kelganingizni qarang. Yuring. Qatga? Bo'ldi. Qolyog'ochdan qamish qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang, dod qilar. Qolyog'ochdan Vudu. Ha? Uka olib keling. Adam bash yog'ochlarni tashlabdilar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon bo'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap tuzib tashladi. Gapsiz qilsa ko'rsin, avvalgilar 80boy, 90boy deganlari bo'lgan. Nima sen? Svetovchdimi? Qolyog'ochdan qamish qilar, ot qilar. Dadasini yomon Jonga tegdilar, boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Real, gapirlar adamga. Aka, odamlar realni to'xtatayli. Qaysi bir? Voy Qozim. Qazimni olib kel, Qazimni. Ha, Qazim tashib olganman deyman. qanaqa qildingman? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi-ku bu oxirgisida. Qaysi biring bo'lsa ham podavorga tushib damlamanmi olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olishim kerak. Qolyog'ochdan qamish qilar, ot qilar.
dadasini yomon desang dod qilar. Shohab, menga qara, asal olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, buni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinim olib kelar, keyin yeyman. Voy, yo'q, yemaysan, orqasidan borasan xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatiyaba? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'ixonada. Asal prosta lavuchga cho'g'atsanmi? Ey, endi men hammani qutqaraman. Qarab turib. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qolibdi. Bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu toza mis, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingmi? Zo'r aytdingiz. Bugun qo'yib berasizmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriyaga ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Qolyog'ochdan qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' Javob anta ikkita qiz ketdi, yur gaplashaylik. Aka, qanaqa qizlar? Bizga benzin kerak. Menga qaray, eshikda ishladi u, boylarda dam olaylik. Yur gaplash. O'zim qani. My name is Moman. Nice to meet you. What's your name? Gigi. And you? Amber. So, you people, hi people. Shu birgalikda mana shu Jigi ana Los Anjelesga kelib qolamiz. Javob. Aka, bularga tushuntir. Bular ham bekor kelmagandir, biz ham bekor kelganimiz yo'q. Bir shaharda aylanaylik. Lu. Kerakmikan aka? Excuse me. My brother wants to travel with you guys. Let's go sightseeing. Okay, let's go. Nima dedi? Ha deyapti. Serios, bitta rozi bo'ldim. Aka, bu Amerika-yu. Ammo unaga nima bo'ldi? Bolamni boshi kasaldan chiqmayapti deydi. Adamlarni mashina urib ketdi. Ertaga ishxonamni nalog bosar ekan. Men nima qildim? Nima qilyapman? Nima menda shunaqa bo'radi? Qumor o'ynaysiz aka? Har kuni o'ynamayapman-ku. Doktor, nima bo'ldi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Yo'q. Hamdardmiz. Afsus. Unaqa demang. Qaynonangiz saqlab qoldi. Bo'lini aka. Tashqariga chiqasan, yoshlarning o'rtasida chaqirsan, aka o'ziga ukol urib qo'yib deysan. Doktor, men 3 mahal ovqatdan keyin dori ichasan deb edingiz-ku. Shuni 1 mahal ovqatdan keyin ichsam bo'ladimi? Nimaga? 3 mahal ovqatlanishga sharoitim bo'lmayapti-da. Doktor, nima bo'ldi? Sizga javob beramiz. Tuzaldimmi? Yo'q. Dorilarimiz tugadi. Yana sizmi? Doktor, bolamni sharlab ichib ketyapti-da. Ketsa ketavermaydimi? Nima qilasiz? Ushlab qolishga harakat qilib. Menga qarang, ketgan ketaveradi, qolgan qolaveradi. Ana o'shanda odam kimligini bilib oladi. Yo, ichib ketyapti deyapman. Birorta dori yozib berasizmi? Mana Lalako yangi qatoqdagisi. Sifatida juda ham katta o'zgarish bor. Namlikni o'tkazmaydi, botmaydi. Yumshoq xomashyolari chet eldan keltiriladi.
Bolalar mazza qilib ishlatadi. Mana mashina ishlatish kerak. Tushunmadim Ibrohim, nima qilyapsan sen bu yerda? O'zi hech narsani tushunmaysan. Tuturug'ing yo'q. Chiq. Nima xizmat? Shu bolam ish ketyapti-da. Ketsa ketavermaydimi? Nima qilasan uni ushlab qolib? Ketaversin. Aka menga bitta ashura qo'yib bersiz-chi. Shularni kim aytgan? Ozgina pul qarz bera olmaysiz? Valiga o'chib ketamizmi birgalikda? Hayot! Aka sizni kimdir tashlab ketganmi bu? Nada. Nechi deb paroli. Hoy Mo'min aka, uyimni tegachon kelibsiz-ku. Hali ham meni orqamdan kuzatib yuribsizmi? Men sizni bir gram ham o'ylaganim yo'q. Voy turishingizni qarang, bo'shga o'xshab qolibsiz. Kichvosizmi? Nimada kelding? Voy menmi? Mashinamda aytdim-ku, meni mashinam bor endi. Qustingmi deyman, ozgina ochilibsan. Ama sen o'zim olib keldimmi, alkash? Mashinamni ichib. Ey, yur, qani. Hech adam uchun sovchilikka boraman deb o'ylamadim. Ilohim amin. Ilohim. Xush kelibsizlar. Aytmoqchi, kuyov qani? Endi uyat bo'lsam aytaman, kuyov mana adamlar. Endi bizda bir qarg'a bor. Silada qishda gullagan daraxt bor ekan. O'sha daraxtga shu qarg'ani qo'ndirsak deb keluvdik mana. Bu kuyov biror joyda ishlaydilarmi yo darmayetmi? Yo'q, pensiya olaman. Oldin zavodda ishlaganman. Pensiyasi bemalol bitta oilani tebratgani yetib ortadi. Qizimizni qog'ozga o'ralgan qattiq qilib asraganmiz. Ha, mana shu rahmatli Rashidga bermadik-da. Mana u rahmatli qahhor bor-ku, o'shanga ham bermadik. Yo'q, bermadik. Endi urf odat degandek, ana kelinning qo'lidan choy ichish kerak ekanmi? Xush kelibsizlar. Ataylab ko'k choy damladim davlina uchun. Bu kelinimiz hayajonlanishini qarang, qaltiryapti. Hayajon emas, bu nervdan. Mana menda ham bo'lib turadi. Endi quda dadamning qaynotasi, xullas nima desam ekan. Endi mahrga gelikmasdir-a, nima beraylik? Davleni o'lchaydigan bor-ku. O'sha bilan shu dori-darmonini o'z vaqtida berib tursalar, bo'ldi. Yo'q, beriladi. Unda biz to'yga rozimiz endi. Endi kuyov meni sinovimdan o'tish kerak-da. Sinov? Qani kuyov bola, o'tinni bir yoringchi. O'tinga kulyapsanmi? Uzr edi. O'tini yorib yuboraman hozir. Xato qildingiz-ku. Muhimi shu yoshda bo'lsa ham qo'ydilar-ku. Siz qochmoqsiz. Endi qochmaymi? Qocholmaysiz hamda varikozingiz bo'lgandan keyin. Rasm laqabim nima? Testosteron. Ertaga yo to'y. Hozir kelaman, hozir. Ana qilib turing, jonim. Nima deysan menga? Kelin ko'nglini olish uchun asalga sifat shirinligidan qizib og'ziga solib qo'yasiz. Unga yoqadi. Menga aql o'rgatmagin. Yaxshi, botirib yeyman. Sifat yaxshi. Bo'l, yoshlarni tinch qo'y. Devan, zirayni ochkayim qani? Berbe kerak. Jonim ketyapti, qadam, siz o'tirishsiz, nima qilyapsiz? Qoch, so'yamman sen, so'yamman sen. Bitta shu xo'roz bor, suvay bo'lib yotibdi. To'xta, mana bizda go'sht bor. Berayapman. Yo'q, ana kimdir qarzni so'rab keldi. Yig'lama, patini yurib tur. Nima?
Chaqaloq? Chaqaloqlar? Uzr, adashibsizlar. Sharoitim yo'qligi uchun bolalarimni sizga qoldiryapman. Iltimos, bolalarimni ehtiyot qiling. Menda sharoit bor ekanmi? Ha, bitta bolamni zo'rg'a boqyapman. Uzr lekin. Odamlarga ham hayronsan. Ada, qornim ochdi. To'g'ri yeganmisan bolam? Hozir yeymiz. Yo'l batini. Bermayman. O'zi tuxum qo'ymayapti. Nima? Uni ham man qilishim kerakmi? Voy, men nima dedim hozir? Pulmi? Ay qara, bu nima yetadi bu pul? Ha? Bularning yeyishiga, ichishiga, kiyim-kechigiga nimasiga yetadi bu? Pulingni olaman. Rozi bo'l. Lekin bolalaringni olib ket. Mana u $5. Bitta dollaringni kursi 300 ming so'mdan, xo'pmi? Endi so'yili. Yo'q, xafa bo'lyapti. Ada, puligim kelyapti. Pulingman deysanmi? Ja oshirorma bolam. Kecha tangani yutib yubordim. Hozir ushla. Necha marta tushuntirishingni? Sen iflos eshitib turibsan. Sen mana shu atrofda turibsan. Sen mana sharoitingni qara, zo'rligini. Ha, bo'q o'zing nimaga tashlab ketyapsan bolalaringni? Men bitta zo'rg'a iplayman. Qara, nimalarni ishlatishni bilasan sen. Men lalakuni qara. Men lalakuni qara, bilasan. Qanaqa bu yaxshi-da, ha? Meni bolam ko'tiga yara toshib yotibdi. Allergiya berib yotibdi bolamni ko'tiga. Sen bilasan bolalaring nima ishlatishni. Ha, mana kakras mana o'zing boqqinni, men birri va chaqaloqlaring ishlatadi. Kakras allergiya bermaydi. Xomashyolar naryodan keladi. Biroq ular reklama ham qildi. Qop ket, men boqmayman bolalaringni. Tur, yo'q. Men ushlab tur. Ha, iplos. Bo'ldi, aka qo'shningizga berib yuboraman. Sen ayol kishini ovozida qandoq qilib yozasiz? Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Quyoncha. Hov. Qaziysiz? Qazini men ko'tara olmayman. Qara, oying keldi menimcha. O'zi yaqinda to'yimiz bo'ldi-yu. Qaynanalarga farqi yo'q, kelaveradi. Oyi, o'zi yarim kechasi nima keldingiz? Nima ishing bor? Kelaman-da. Kuyovimga sovg'a olib keldim. Sovg'a? PlayStation 5. PlayStation. Men qaysi duolarimda buni qaynana so'raganmi? Rahmat oyijon, og'ir bo'libsiz, qayerda rahmat. Bo'pti, men boray. Bo'pti. Mayli oyijon, yaxshi bo'ling. Sen o'ynash qilasanmi? Yo'q. Kim bilan o'ynayman hozir? Dostoyni o'ynadingiz lekin kuyov, ha. Sochimni oldingiz. Qizim. Ha, oyi. Kuyov, yutdingiz. Endi so'king. So'king. Ahmoq. Ayo, mani qo'shib so'king. So'king. Qayerda yuribsiz? Bolalar bilan bilyardda ekanman. Yolg'on gapirmang, soat 2da bilyard bor ekan. Yuradi-da. Erkak bo'lgandan keyin yuradi. Adang ham yurganlar, dodang ham yurganlar. Bu ham yuradi. Oyi, siz mandarabmisiz yoki kuyovingizmi? Ovozini xuniyligida qarang, qanaqa yashayapsiz bu bilan, ha? Buni qaynona bitta menda bor-da. Yuring, hozir almashtirasiz. Yarim kechasi nima kerak? Bor. Kuyovimga ko'p gapirma, o'zim alishtiraman. Ha, o'zim qilardim, mehr hayotim og'am. Kuyov, o'zi sal noto'g'ri lampochka qo'yib qo'yibsizlar-da. Qizim qaramaganda qo'li qiyshiq. Qanaqa lampochka qo'yinglar, oyijon? Mana Dusel lampochkalardan ishlatinglar. Kam xarajat, ekonomishni, unisiga ko'zingizga hech qanday zarar yetkazmaydi. Yana kamiga 30 ming soat xizmat ko'rsatadi. Onajonim, biza bilan yashang, xohlasangiz meni joyimda yoting. Jinniramsiz? Dadada. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Bular sizni yaxshi kutib oldimi? Rahmat, kuyovim juda ham yaxshilar. Shu bitta notamoni bor ekanda. Yo'q, nima qildi bu? Kuyov, shuncha paytgacha adingizni boshlarini ikkita qilib qo'ymabsizlar-da. Kimda bor ekan bunaqa xudo?